Bir yıllık kirim chiqim ahvolini hisoblab chiqarib qo'ydim. O'tgan yili 186.500 koy kirim qilibdimiz. Jalliq mana 186.500 koy bo'lganda oyligimiz 15.000 koydan to'xtabdi. Nech pul eshitib qo'limizga? Nech pul oshqinni so'ramay, ma chiqim ahvolini deb shuni tafsili anglanglar. Uyning daykuni 21.500 koy. Ash bir yildimi? Ha. Buni chiqarayotganda 165.000 koy pul qapti. Anda men mashinaning bo'shan shingyeniga qilinglar. 6.000 koy. Buni chiqarayotganda 159.000 koy pul qapti. To'g'ri, shunday pul ketgan. Ma o'yniki un, may, guruch, sayko'k tatlarga 11.200 koy. Uni chiqarayotganda 147.800 koy pul qapti. Ma to'y to'kin chayliga oshgan pul 13.500 koy. Buni chiqarayotganda 134.300 koy pul qapti. Ondan men mashinaga mayjalagan pul 13.300 koy. 13.300 koylik mayjalamadimiz bir yilda. Buni chiqarayotganda qilinglar. 121.000 koy. 121.000 koy qoldi. Anda men davolanish sug'urtasiga 1.400 koy pul to'labdimiz. Buni chiqarayotganda 119.600 koy pul qapti. Ondan uyning tok, suv, gaz pullari buningga 3.000 koy pul to'labdimiz. Buni chiqarayotganda 116.600 koy pul qapti. Ma par puli, vuye pullari uningga 2.800 koy pul to'labdimiz. Buni chiqarayotganda 113.800 koy. Shunday qoldi. Ondan ma kiyim-kechak, turmush buyumlari buningga 18.400 koy pul xarjlabdimiz. Bir yilda. Buni chiqarayotganda undan 95.400 koy pul qoldi. Sizning pach-pirat xarajatingiz oyda 2.000 koy. Shuning bilan bir yilda 24.000 koy. Buni chiqarayotganda 71.400 koy pul qoldi. Endi mening pach xarajatimga har oyda 1.500 koy. 1.500 koydan bir yilda 18.000 koy. Buni chiqarayotganda shu 53.400 koy pul qolgan bo'ldi. Anda ma telefon puli har oyda 300 koydan 3.600 koy. Buni chiqarayotsa 49.800 koy. Anda yozda cho'ngni g'uljiq sayohat qilib bordik, ballani ta'tilda 2 qatim o'ynat qilib bordik. Buningga 16.000 koy pul ketibdi. Buni chiqarayotganda shu 33.800 koy pul qilamdi. Her ayda 2 koydagi cho'ngliga 500 koydan bir yilda 12.000 koy pul beribdimiz. Ondan 21.800 koy pul qapti. Anda ma Bilaljonning tomoq puli, material pullari yo'q bo'lib 11.900 koy pul beribdimiz. Bundan qilib qolgan pul shu 9.900 koy pul. 9.900 koy. İkimiz bir yıl çapalık işlep qo'limizga 10.000 koy butun oshmabdi xudo ne. Voy daq tugmidi bu oxiri bor. O'tgan yil oxirida zukam bo'lib qilib ikkimiz osmas tudik. Shuningga 1.600 koy pul ketdi. To'g'ri. Ondan siz bir yilda 3 qatim og'aynilaringizni mehmon qildingiz. Uningga 5.000 koy pul ketibdi. Rosa, bu. Bu ikkisini chiqarayotganda ondan 3.300 koy pul qapti shu. Hey bu qiziq bo'ldi-ku bu xato. Bir yil ishlab qo'limizga yeshilmi oshmabdi-ku bizniki. Yana taxi bir yil ichida 3 qatim qatnash qoidasiga xiloflik qilib uning 600 koy pulni to'lamadik taxi. Yana taxi ma oyda cho'ngliga bergan 500 koydan pulni taxi bermadik. Yana shu cho'ngning yeniga berib qolsaq deb ozroq so'g'u salam elvaptimi? Hozir shu yenimizga 1.500 koy pul eshibdi. 1.500 koy eshibdi dengni. Bulab to'xtanamdi. Qanday qilibmiz? Turmush degan mushkin. Bizmi tirishib boqdik bo'lmasa. Aras, cho'ngni qanday so'g'atli qaldingmi? Ayni qilinglar. Kavsar limonning so'g'atligi chiqibdi. Buning qibli 10 tal chiqgan. Uning ustiga Basinbek muvofiq to'xtaydi. Voy. Voy bu yinat aplik chiqibdi-ku, mana o'zimiz issak ma so'g'atli qilsak shunday qolaylik bo'libdi. Bu Kavsar limonniki miqdorimi jiq, ta'mi isil, limon tarkibi 20%. Mabek pezish bo'libdi mana. Nima davomli mushnalar endi. Tamoq so'rinda bu bo'lmas bo'lmaydi dengni. Ma'nilib yosh qilibsiz xo'to.
Bu yol qolumuzga azroq pul olsa, telefonimizni almashtiramiz deb tikemi dehi. Bulat tutun, ko'nglimni yerim qilmanglar. Hech bo'lmasa haqqa muhtoj bo'lib qolmadik. Ota-onamizni o'zimiz rozi qilyapmiz. Turmushimiz xotirjam o'tib turdi. Bu telefonning ishiga kelsak, mayliq mashina bo'lsa, sizga bitta telefon olay qanda? Bo'ldi dadasi. Shu kon telefonimni ishlatib turay. Shu telefon olamiz degan pulga balni ta'tillik kursga tizimlab olay. Bo'libdi. Balni kursga tizimlasak tizimdili. Ana Osman bugundan boshlab yushi tamakin chekmayam xuntasin chekay. Anda qilsam men 1 yilda 5000 ko'ga yaqin pul tejaykanman. 5000 ko'ga kelariyle sam telefonni men almamsa? Ma'qul. Men bugundan boshlab kiyim-kechak, kirim buyumga ortiq pul xarjamayman. Yil oxirigacha 5000 ko'p pul tejab, sizga bitta telefon berman. Endi siz yil oxirida ikkimiz o'xshash telefon allaqanda? Ma'qul. Qopang tayyorlik qiling. Eti chog'am bo'lib qoldi, cho'nligini bo'galdi berib bo'ldi. Ma'qul. Do'stim, turmush tutmak uncha oson emas. O'rinsiz chiqim qilmang. Siz pulni xar qilsangiz, hamon bir kuni pul sizni xar qiladi.